Qoyil do'stlar, bu qo'lni shunaqangi arzon narxga berib yuborishyapti, qimmat narx qo'yib ushlab o'tirganda menga nima foyda Saidkamol deyishdi. Oldi sotili kottejimiz sotuvga qo'yilmoqda do'stlar. Xonadonimizga kirishingiz bilan огородga ko'zingiz tushadi. 18 tup mevali daraxtlari bor ekan. Ularning ichida shaftoli deysizmi, gilos, olma, o'rik, bodomlarigacha bor. Namunali kottejimizni ichki planirovkasi bilan keling birgalikda hozir tanishib chiqamiz. Planirovkalarni biroz o'zgartirishibdi. Kirishingiz bilan kengina xo'l qilishgan, bola chaqalaringiz bilan mazza qilib yayrab o'ynashingiz mumkin. Televizor zona ham qilsalaring bo'ladi. Xullas zo'r chiqqan. Oshxonasi bor, mehmonxonasi bor. Mehmonxonaning kattaligiga o'zingiz bitta e'tibor bering. Ikkita sanuzil, bolalar va kattalar yotoqxonasi joylashgan. Remont holati yaxshi holatda ko'rib turibsiz. 2-3 yil sizga bemalol xizmat qilib beradi. Yana biroz pul to'plab turib, o'zingizga moslab chotki remont qilib olsangiz bo'ladi. Eng asosiy ushbu joyimizda plusi gazlari baland. Haqiqatan ham baland. Svet, suv va kanalizatsiyadan muammo yo'q. Kelib bir qator yana o'zingiz tekshirib, buni guvohi bo'lib, savdolashib baraka qilsangiz bo'ladi. Eng asosiy joyiga yetib keldik. Narxini egalari $60,000 ga baholashmoqda. Yana kelishadigan, kamaytirib beradigan joylari bor. Saidkamol kelib ko'rishsin, savdolashaylik, ko'rishsin, o'zlariga ma'qul keladigan bo'lsa, baraka qilaveramiz deyshtilar. Agar sizga ushbu xonadonimiz ma'qul kelgan bo'lsa, ekraningizda turgan raqamlar bilan bog'lanib, bemalol yanada to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Manzilimiz Farg'ona tumani, Mingdonobodda endokrinologiya yonida bo'ldi. Mustaqillik Shukrona ko'chasi 224-uyda obzorini birgalikda ko'rdik.